Sizda ham shunday bo'lganmi? Taqiq va xohish orasidagi o'sha ingichka chiziq. Qachonki aqlingiz to'xta desa-yu butun vujudingiz bor deb faryod qilsa. O'sha kuni ertalab ko'zimni ochganimda quyosh nurlari emas, balki mening taqdirimni o'zgartiruvchi olov yonimda uxlayotganini ko'rdim. Zarina. U shunchaki ism emas, u mening eng shirin azobim, mening birinchi haqiqiy ehtirosim edi. O'sha kungi tun bizning sirlarimizni o'z qa'riga yashirdi va men endi avvalgi bola emasdim. Assalomu alaykum, qadrdonlar. Bugungi hikoyamiz yurakning eng tubidagi yashirin hislar, kutilmagan ehtiros va bir kechalik unutilmas visol haqida. Bu voqea har biringizning qalbingizda qandaydir xotirani uyg'otishi mumkin. Agar samimiy va hayotiy hikoyalar sizga yoqsa, like tugmasini bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Biz boshladik. O'sha tong. U boshqacha edi. Derazadan tushayotgan quyosh nurlari pushti pardani teshib o'tib, xonaga o'zgacha sehrli tus berardi. Ko'zimni ochdim, lekin qimirlashga qo'rqdim. Yonimda qo'l uzatsam yetadigan masofada Zarina opam uxlab yotardi. Uning uykudagi chehrasi shu qadar beg'ubor, shu qadar tinch ediki, nafas olishni ham unutdim. Bir tutam timqora sochlari yuziga tushib turar, quyosh nurlari esa uning silliq, oppoq yelkalarida o'ynardi. Bu manzara mening ichimda uxlab yotgan vulqonni uyg'otdi. Yoshlikning jo'shqin qoni tomirlarimda qaynab, yuragim dukillab urayotganini qulog'im bilan eshitardim. Bu shunchaki shahvat emasdi, bu go'zallikka bo'lgan cheksiz tashnalik edi. Qo'llarim o'z-o'zidan unga tomon cho'zildi. Uning yuziga tushgan sochini sekin, uni uyg'otib yuborishdan cho'chib, qulog'i ortiga o'tkazdim. Barmoqlarim uning ipakdek terisiga tekkanda, vujudimdan tok o'tgandek bo'ldi. Uning lablari gilosdek qizil, biroz shishgan va shirin uyquda edi. Men o'zimni tutib turolmadim. Sekin, juda ehtiyotkorlik bilan yaqinlashdim. Uning pastki labini ohista tishlab tilim bilan erkaladim. Mening bu harakatimdan u uyg'onmadi, aksincha, u ham uyqusirab javob qaytargandek bo'ldi. Bizning lablarimiz tong sukunatida so'zsiz suhbatlashardi. Ehtiros uchqunlari endi olovga aylanayotgan edi. Lekin afsus, sehrli lahzani telefonning baland ovozi buzib yubordi. Zarina cho'chib uyg'ondi. U o'rnidan turib shosha-pisha kiyina boshladi. Men esa joyimda qotib, uning har bir harakatini kuzatardim. U oppoq ich kiyimlarini, keyin esa o'sha nafis ko'ylagini kiyayotganda, men go'zallikning guvohi bo'lib yotardim. U oynaga bir qarab oldida mening yonimga kelib o'tirdi. Men yana umid bilan lablarimni cho'zdim, lekin u bu safar nafis barmog'i bilan labimni to'sdi. Asalim, ishga kech qolaman. Keyinroq, dedi u ko'zlarimga ma'noli qarab. Uning bu qarashida va'da bor edi. U yuzimdan shoshib o'pdi-yu xonadan chiqib ketdi. Xona bo'shab qoldi, lekin uning ifori, uning shirin hidi hali ham havoda muallaq turardi. U ketdi-yu meni o'zi bilan olib ketgandek bo'ldi. O'rnimdan turib vannaga kirdim. U yerda ham uning hidi hukmron edi. U ishlatgan shampunni qo'limga oldim. Qopqog'ini ochib chuqur hidladim. Bu hid meni yana o'sha tonggi lahzalarga qaytardi. Issiq suvni yoqib, butun badanimni o'sha shampun bilan yuvdim. Go'yo shu orqali u bilan birga bo'lgandek, uning quchog'ida turgandek his qilardim o'zimni. Nonushta qildim, o'qishga ketdim, lekin xayolim, fikrim, yodim faqat bir joyda edi. Zarina. Qulog'imda musiqa, atrofimda do'stlarim, darslar, futbol haqidagi bahslar hammasi menga shunday begona, shunday ahamiyatsiz tuyulardiki. Bolalar Real va Barsa haqida tortishardi, men esa ichimda soatlarni sanardim. Qachon kech bo'ladi? Qachon men yana o'sha sehrli nigohlarni ko'raman? O'qish tugadi. Uyga shoshildim. Yo'ldan uning eng yaxshi ko'rgan plitka shokoladdan oldim. Uyga kelib telefonga qaradim. Dadamdan sims kelgan ekan. O'g'lim, biz onang bilan buvingnikiga ketdik, kech kelamiz.
Ehtiyot bo'linglar. Bu xabar. Bu taqdirning menga bergan eng katta sovg'asi edi. Uy bo'sh. Faqat men va u kecha bizniki bo'ladi. Yuragim ko'krak qafasimni yorib chiqayozdi. Tezda dush qabul qildim, eng yaxshi kiyimlarimni kiydim, uyni tartibga keltirdim. Hammasi mukammal bo'lishi kerak edi. Kutdim. Vaqt toshbaqa kabi sekin o'tardi. Unga qo'ng'iroq qildim. Asalim, uzr, ishim ko'payib ketdi, biroz kechroq boraman, dedi u telefonda. Ovozi charchagan, lekin mehribon edi. Kuta-kuta ko'zim ilinibdi. Tushimda ham uni ko'rdim. Eshik qulfining ochilgan ovozidan sapchib uyg'ondim. Keldi. Yugurib chiqdim. U dahlizda turardi. Meni ko'rib charchoq aralash jilmaydi. Yaxshi o'tiribsanmi, dedi va vannaga kirib ketdi. Vannadan suv ovozi kelardi. Men esa eshik ortida xuddi sodiq soqchi kabi nafasimni ichimga yutib kutardim. Har bir daqiqa asrga tatigulik edi. Va nihoyat eshik ochildi. Zarina chiqib keldi. O'sha lahzada men tilimdan qoldim. Uning egnida tizzasidan biroz yuqorida turuvchi qip-qizil ipak ko'ylak bor edi. Bu rang unga shunday yarashgandiki, u xuddi yonib turgan olovga o'xshardi. Nam sochlari yelkasiga yoyilgan, yuzidan taralayotgan issiq hovur meni mast qilardi. U engashib tuflisini to'g'rilayotganda, ko'ylakning etagi biroz ko'tarildi. Oppoq sonlari, nafis oyoqlari. Tomog'im qurib qoldi. O'zimni tutib turolmadim. Eshikni qulfladimda, yugurib borib uni ortidan mahkam quchoqladim. Sizni sog'indim, deb pichirladim bo'yniga yuzimni bosib. Uning badani qaynoq edi. Men uni dast ko'tarib xonaga olib kirdim. Uni divanga yotqizganimda, u menga qarab jilmayib turardi. Ko'zlarida qo'rquv yo'q, faqat sho'xlik va mayinlik bor edi. Men uning lablariga yopishdim. Bu safar tongidagi sekin emas, balki chanqoq, ehtirosli bo'lsa edi. U ham sochlarimni silab menga javob qaytardi. Lekin men shoshqaloqlik qildim. Qo'llarim uning nozik tanasi bo'ylab sayr qilib, nazoratni yo'qota boshlaganimda, u kutilmaganda meni to'xtatdi. Bir harakat bilan meni o'zidan itarib, divandan tushirib yubordi. Men polda hayron bo'lib unga qarab qoldim. Nega? Zarina o'rnidan turdi, sochlarini orqaga tashladi. Uning nigohida o'ynoqi g'azab bor edi. Nima bu, dedi u soxta jiddiylik bilan. Shoshqaloqlik qilma, yigitcha. Men o'rnimdan turib unga yaqinlashdim. Men shunchaki. U kulib yubordi. Meni devorga qisdi. Uning bu harakati meni butunlay o'ziga rom etdi. U endi oddiy qiz emas, haqiqiy malika, vaziyatning egasi edi. U menga yaqinlashdi. Burnini burnimga tekkizdi. Ko'zlarimga tikilib, shoshilma, dedi u pichirlab. Ehtiros, bu san'at. O'zingni emas, meni ham o'yla, asalim. Bu so'zlar mening aqlimni oldi. U sekin lablarimdan o'pdi. Avval yuqori labimdan, keyin pastkidan. Uning tili lablarimda o'ynardi. Men erib ketayotgan shamdek edim. Mana bunaqa bo'ladi, dedi u va orqasini o'girib ko'ylagining zanjirini ochishimni kutdi. Qo'llarim qaltirab uning ko'ylagini yechdim. Ko'ylak silliqqina pastga tushdi. Qarshimda u oppoq ich kiyimda turardi. U go'zallik ma'budasi edi. Biz bir-birimizga termulib qoldik. U meni divanga tortdi. Endi hech qanday to'siq, hech qanday shoshqaloqlik yo'q edi. Faqat bizning hislarimiz. Biz bir-birimizni kashf qildik. Har bir teginish, har bir o'pich minglab so'zlardan ustun edi. Uning mayin ingrashlari, mening ismimni pichirlashi bu dunyodagi eng yoqimli musiqa edi. Biz tun bo'yi birga bo'ldik. Tashqarida oy bizga guvoh bo'ldi. Men o'sha kecha tushundimki, haqiqiy yaqinlik
bu shunchaki jismoniy harakat emas, bu ikki qalbning, ikki vujudning bir butunga aylanishi ekan. O'sha kechagi ehtiros, mehr va muhabbat mening xotiramda bir umrga muhrlanib qoldi. Tong otganda biz yana bir-birimizning quchog'imizda edik. Quyosh nurlari xonaga yugurib kirganda men Zarinaning yuziga qaradim. U baxtli edi. Men ham. Bu tun bizning sirimiz bo'lib qoldi. Hech kim bilmaydigan, faqat ikkimizga tegishli shirin xotira. Azizlar, muhabbat va ehtiros bu inson hayotining eng go'zal bezagi. Ba'zan biz kutmagan insonlar, kutilmagan lahzalar bizga haqiqiy baxtni his qildiradi. O'z hislaringizdan qo'rqmang, ularni qadrlang. Agar hikoyam sizga manzur bo'lgan bo'lsa, o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling, hali oldinda bundanda qiziqarli va hayajonli voqealar sizni kutmoqda. Xayr, salomat bo'ling.